Koreyacha chilg'an sayni uyingizlar etishni o'rganib oling. Itli suli intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizlar. Ta'mi gap ketmaydi. Buni qanday qatdimki, qadamsiz birlikda o'rganaylik. Vavasayda manda o'xshagan chilg'an say qilishni o'rganib olsangiz, uydagilaringiz maqtab turib yeb ketadi. Avval balbasayni videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'rib olamiz. Qozon qaynagandan keyin azroq tuz, suv may qo'yib, basayni silib 3 minut qaynatib pishirib olamiz. Undan keyin suzib elib sovuq suvda bir chaqib etamiz. Undan keyin tik tuz kelgan qachimizga videoda ko'rsatgan bo'yicha tuzib olamiz. İnchik pintozni qaynatib elib olamiz. Undan keyin sho'mijav, ashkuki, samsaqlarni videoda ko'rsatgandek ushchoq to'g'rib olamiz. Undan keyin cho'ng ustamning malachir tetitqisidan bir bo'loq tayyorlab olamiz. Qozonga ehtiyojimiz qarta suv qo'yib, azroq tuz silib atgandan keyin malachir tetitqisidan bir chumuz silib, tekshirlashtirib olamiz. Taxminan 3 minut qaynatgandan keyin videoda ko'rsatgandek quyuq qalat keldi. Endi buningga o'zimiz yaxshi ko'rgan sayko'kda xo'go materiallarni saplaydigan bo'lsak, ajoyib ish bo'lib ketadi. Menga o'xshash chilg'an say qilsanglarmi bek o'xshaydi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha pintozning ustiga tekshir qo'yib olgandan keyin qizg'an mayni ustiga qo'yib muzlik biroq chiqarib olamiz. Amsa do'stlar, ko'rib qochib ketganlarni chidamasdaymizku. Inkas rayini haqsiz gullarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'inglarga rahmat. Itish o'ng'ay ham yeyishlik bo'lgan chilg'an sayimizim tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi?